Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum Chorva YouTube ishqibozlari, Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlar. Do'stlar, simental buzoqlarda originallaridan so'ragan akalarimiz uchun sutga to'ygan variantlaridan Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Poloson mahallasida chiqarib beramiz. To'yir akamizlarga hurmatli tomoshabinlar, o'g'illar chiroyli qilib narx-navo ma'lumotlarni beradi, yo'qsa telefon qilaverasizlar. Inshaalloh zot yo'nalishida foydalanaman degan akalarimizga 100% tavsiya qilaveramiz. Rangi sariq bo'lsa, simental bo'lib yoki sariq bo'lsa limuzin bo'lgani emas bular. 100 ga 100 chistokronniy mollar akalar. Baho beringlar. Ichida adashmasam bitta xunojinchasi bor. Ko'ja yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Baraka kelib oldilarmi? Rahmat. Xudoga shukr. Nima gap? Bugun shu yangiliklarimiz 10 ta, 8 ta toza simental, bitta simentalga gibrid, bitta toza limuzinimiz bor. Limuzin bor, ha? Ha. Limuzin buqacha ham bor akalar ichida, original. Mana bunisi toza limuzin, xudo xolasa. Maşallah. Ko'ringlar, baho beringlar akalar. Nechadan nechagacha bo'ldi uka bular? 4,5 oylik. Asha eng kichkinasi bo'lsa 3,5 oylikda. Ha, eng kichkinasi 3,5 oylik. chiqsa 3,5 oylik bitta chiqishi mumkin. Bo'lmasa o'sha 4,5 oylik. Limuzinda bittasi xonajin, ha? Ha, bittasi xonajin. Ushbu buni onasi toza simental, otasi o'sha sizga zotga bergan limuzinimiz. O'shani bolasi. Ha, o'shani bolasi. Gap so'zi. Otasi Yevropa akalar. Urug'dan qochmagan, ana 100 ga 100 buqadan qochgan variantlar. Bularga sut berish kerak emas-a? Yo'q, bo'ldi, xudo xolasa sutga to'ygan variantidan bular. Aha. Sut berish shart emas, lekin sutni me'yorida ichgan. Sir bo'lmasa uka 5 litrdan ichgan har bittasi. Taxminan. Endi sigirlar sutini o'lchamaymiz. Orada saqlab qolgan xonamiz o'sha 15-20 litr suti bor-da. Bitta o'shadan sigirlarga o'sha 15-20 litrni ikki mahal emadi-da, bitta bezo. Bitta hisoblanadi. Shu 15-20 litr sut beradigan sigirda har bittasi bittadan sigirda emadi, akalar bular. Sutga to'ydirilgan, haqiqiy originallar. Qarang, 10 ta, 9 ta buqa, bitta xonaj. Bitta xonaj, 8 ta toza simental, bitta simental limuzin gibrid, bitta toza limuzinimiz. Bu. Puli bor odam bir joyda olsa ham bo'laveradi. Hech pullarni des bo'lardi uka. Qochirmay kelishtirib. O'tgan safar chiqarganimizda o'sha 4 ta toza simental, 2 ta limuzinga gibridimiz bor edi. Ikkinchi telefon qilgan odam, o'sha ikkinchi telefon qilgan odam bittada baraka qilishdi. Keyin rosa telefon qilishdi. Limuzinni nima qildingiz, boshqa qildingiz. Mana telefon qilishsin, ko'riboq telefon qilishsan aka. 2 ta limuzinimiz bor, 8 ta toza simental. O'tgan safargi narx. Bu safar ham orada shuncha vaqt o'tsa ham xuddi shunaqa pastga narsalar. Keyin aka buni 4 tasi men bilyard sort. Men bilyard. Mana o'sha sirg'alilar 4 tasi men bilyard sort. Bu 4 tasi men bilyard sort. Ularni onasi toza o'sha chetdan kelgan men bilyardlar. Fransiya. Ha. Do'stlar, men bularda bor-ku, aytganning sababi agar mabodo zot yo'nalishida ishlasalar, sutga nisbatan yaxshiroq chiqadi. Mana ko'ringlar, bir joyda necha pul? Bir joyda o'sha 33,5 na xayri bor. 33 Silaydan joyi bo'lsa o'ting. Silaydigan joyi bor aka. Telefon qilsa, xudo xolasa kelishamiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mendan. Vohaga o'zim yordam beraman, mashina topishda, boshqa narsa qilishda. Gap so'z yo'q. Bittalar bo'lsalar, bir joyda olsalar ham qizig'i yo'q, ha? Endi aka mana bunday narsa limuzinda o'zi sotilmaydi. Ha. Simentalni o'zi ham sotilmaydi, men bilyardlarda. Xullas, aralashtirib undan bitta, bundan bitta qilib 2 ta, 3 ta qilib berishim mumkin, lekin bitta sotilmaydi. Ichidan bitta tanlab oladigan bo'lsa kelisholmay qolasizlar. Kelisholmay qolamiz. Hozir gruppalarda, kanallarda mana bunaqa bezolarda 3000 o'tib berishsa 500 ming o'tib berishyapti-da. Men bitta joyga yetgani 33,5 milliondan xayri bor deyapman yana. O'sha o'tgan safargi narx. Lekin orada ancha vaqt o'tdi. 4 oyimiz ham bo'lsa, o'sha 4,5 oyimiz ham bo'lsa, 4,5 oy vaqt o'tdi. Hurmatli do'stlar, buni 10 tadan 8 ta tushunmaydigan odam qimmat deyishi aniq, tabiiy hol. Lekin bularda bitta narsasi borki, akalar, hozir simental sigirlar narxi o'z boshdan bosh sigir qimmat. Masalan, hozir Yevropadan kirib kelayotgan mollarda ham narxlarni ko'ryapsizlar. O'sha avstriyskiy, Fransiya, germanskiy simentallar akalar. Hozir u kirgan ham yo'q, kirsa ham 3-4 oylik, 4-5 oylik bug'ozi 65 kiryapti. Qimmat pulli mollarni, bollarni hech kim akalar 15 million berib qo'ymayapti. Bir kunlik buzog'i ham kerak esa 20 million. Misol o'shani ham obunachilar qiziqib olyapti. Sutga to'ydirib pul qilaman deb, masalan, akalar
4 oy sutga 15 litr sut beradigan sigir 4 oy emizsangiz o'zi hisobi shundan chiqadi. Bular prosta sigirning sutini buzoq ko'rinishda yechib olyapti xolos. Yana ham o'zlaring bilasizlar yana ham. Aka yana bitta narsa, hali fermalarda 30-35 ta sigiri bor. Manbalar urug' sotib olishyapti-da, 200 ming, 250 mingdan qo'yib beryapti manbalar urug'. Mana urug'. Olishsin, boqsin. Mol qoladi. Ha, bitta buqa qilib olishsin. Bundan tushgan xunajim ko'p sut beradi. O'zi manbalarni o'zi qimmat kirishdan ham, boshqa zotlardan ham. Manbalarlarda endi zot narxni ko'tarish tabasi, manbalar masalan 40 litr, 45 litr sut beradi sigirlar. Sementallar 20-25 ta bo'lsa, ular двойной baland. Shuni hisobiga. Xullas shu tanlab olishga ham sotiladi, faqat kelishilgan holatda bir joyda bo'lsa kerak 33 million 500 ming so'mdan dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatniy o'sha o'tilgan narx ichida bu yoq kelishiladi murosa. Hozirdan tarbiya bo'lyapti ular. Aylantiruvchi. Bu qarang kacha ko'p ketganda kamera. Haqiqiy o'sha Yevropaning buzoqlari qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanaqa variantda. Mo limuzinni qarang. Bozor aloqaga chiqaverasiz. Limuzinda ikkovini sach bittadan vosib to'xnachiq. Yo'q, sotilmaydi unda ham. Bitta, ha. Endi kelishib qolsa, mabodo, bor iloji boricha xursand qilishga harakat qilaman aka. Bitta sementalli, bitta limuzin qilib bersa, menga ham yaxshi-da. Hali kelishmovchilik qimmat etib yuborsam unaqa ekan deydi, 33 dan dedi. Undan telefon qilsa kelishamiz aka. Murosa qilinadi. Murosa qilinadi akalar, bu murosa yo'li bilan bo'ladi. Endi misol aytib qo'ying, bitta ikkala limuzin nechi pul misol uchun? Bozorda bersa ham ana 66 ga beraveramiz ekan. 66 ga berib yuborasiz. Endi 66 emas, 63 ga berib yuboramiz. Ikkalasini 75 millionga berib yuboradilar. Aylantiravering. Mo bular akalar 1 oy, 1,5 oy, 2 oy boqib sotib yuborsalar, bularda uncha foyda qilmaysizlar, lekin zotga uzoqroq tashlagan odam, esdan chiqargan odam har bittasini yaxshi puldan qilib olasizlar akalar. Farqi shunda. Zotni buqalari misolcha akalar, hamma buqa misoliki 68-70 mingdan bo'lsa, jaydari buqalarda semizda sotilib turgan bo'lsa, bularda akalar o'sha 550-600 kiloda indamay 100 mingdan ham to'g'ri kelaveradi kilosi. Zotga foydalanish uchun. U spot ham bo'lyapti. Zotni buqasini ko'ryapsizlar qanaqa bo'lib turganini. Aylantiravering. Olvon. Ketdik. Endi buni qo'yga aytganingizga solishim. Ko'pchilik obunachilar o'zi juda yaxshi biladi. Akalar masalan, hozir YouTube'larda va ijtimoiy tarmoqlar ko'payib ketyapti. Qarang, kerak bo'lsa 40 kunlik qo'zi 60 ming dollarga olinyapti. Misol, u ham zotga, bu ham zotga. U ham zotning narsasi, bu ham zotning narsasi. Hech qanaqasiga hisob chiqmaydi. Lekin ishqiboz odam buni nimaligini yaxshi biladi. Farqi shunda. Like bosamiz, kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polosonda 31-iyul haftaning saytlayam juma kunida chiroyli video qilib berdik degan umiddaman. Hammaga omad. Hammasini bir joyda olsa, xudo xolasa hozir bitta Malibu'ni puli ekanda. Lekin etagida kerak bo'lsa 3 tasini sotib aka bitta Malibu olasiz. 3 tasini sotib. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Xudo xolasa. Ungacha Malibu'ni narxi tushadi, bular oshadimi? To'g'ri. Bu oshadi. Bu kuniga foyda qo'shadigan narsalarda, chunki sutga to'ygan, yem bersa bo'ldi. Yem. Olib borib, aynigan sut berib qo'yib, bezovda o'ltirib qo'yib, 20 million puliga kuygandan 5 oy boqishsin, 6 oy boqishsin, cho'tki narsa bo'lib qoladi bular. Silioz kepe, bunga ortiqcha yem kerak emas. Silioz kepe 2 mahal orada quruq yem berishsa bo'ldi. Birorta chatishmasi yo'q ekan, 8 talar bu qani. Hammasi 100 ga 1 ga bir variantlar. Hali hozir o'zimiz ham ko'p aytyapmiz, urug'da sementalligini qo'yinglar deyapmiz. Sementalik o'xshab tug'ilib qolsa, hali olyapti-da dehqonni qiziqtirib. O'shanisi ham 20 million so'm. O'shasini ham. Gibrid tug'ib sementalga o'xshab qolsa ham 20 million so'm. Shular bo'lyapti. Uni 4 oy emizsa, o'zi buni olganim yaxshi ekan deydi-da. 4 oy mehnatini bilsa, sekin tortib ketib qoladi jaydariga. To'g'rimi? Ha, qorayib ketib qoladi baribir. Men yoshligida o'xshatib qo'ygan bo'lsa ham, bularda boqsin. 1 yashar, 2 yashar, 3 yasharga olib chiqib, xudo xolasa maza qilib zotni qilishsa, go'shtga sotsa, bitta mashinaning puli bo'ladi. Ha, etagida hammasi go'sht bo'ladi deyapti, to'g'ri gap. Misol etagida hammasi go'sht bo'ladi. Endi
Bozorga borsangiz 350 kiloli mol 180 kilo go'sht qiladi-da. 1 tonna 250 kiloli mol 700 kilo go'sht qiladi. Farqi shunda. Hozir zotga oladigan odamlar tushunyapti-da o'zi. Mana shu narsani sigirlariga toza narsani qo'ysa, toza bola beryapti. Bitta bolasi 20 million so'mda Abror aka. To'ppa-to'g'ri. 6 ta sigiri yo 7 ta sigir tug'ib bersa 20 millionni 140 million so'm pul bo'ladi. Hozir bularga bu pul emas-da bu novoz. 6-7 ta bolaga qo'ymaydi-da aka. Ha, endi ko'p, endi prosta 6-7 tasini aytyapman xolos yana. To'ppa-to'g'ri. Like bosamiz akalar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.